Diqqat! Ushbu video materiali faqat ko'ngil ochuvchi mo'ljallangan. Biz kimdir yoki nimadir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj hech kim hech narsani takror qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku, biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilayman. Finalda tirik qolganlarga xush kelibsiz. Sizlar hozir 5 kurashasiz va kim yutgan bo'lsa, sivilizatsiyani cheksizlikka ega bo'ladi. Men ketdim. Okey, biz albatta yutishimiz kerak. Tayyormisiz? 3, 2, 1 boshlaymiz. Ketdik. Kichkintoy. Biz ularni o'ldirishimiz kerak. Qani? Ayting qurbaqa, sen bizlarni o'ldira olmaysan. Yo'q, keyin ko'ramiz. Ma. Hop, qochish kerak. Uylarning ichiga ham qarab turish kerak. Qani nimadir bormi? Yo'q. Hop, qochish kerak tez. Kichkintoy shu yerda to'xtaymiz. Uramiz. Ma. Ulardan birini o'ldirdingiz. Yo'q, rostmi? Nima ikkitasi qopti? To'xta, biz rejalar kerak. Dadajon, meni qarang. Kichkintoy, sen menga yoqyapsan. Yo'q, obunachilar reklama joyiga kelib qoldi. Sizlarga bitta kanalni tavsiya qilmoqchiman. Bu Flash O'zbek. Bu kanalda juda ham zo'r o'yinlar bu. Ayniqsa bu kanalning egasi, ya'ni Barselonachi va juda ham zo'r videolar olgan. Buni qaranglar. Bu qanaqa zo'r videolar, Minecraft, Roblox, mana uni qaranglar, mana unga kirsak, O'zbekistonda o'ynagan mana. Riha Gaming, ya'ni men bilan o'ynagan. Albatta kommentariyaga kirib Riha 1 minut Riha Gamingdan salom deb chiqib ketasizlar. Albatta bu kanalga ham podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Bu juda ham zo'r kanal. Shu kanaldagi ega juda ham Roblox juda ham zo'r yoqadi. Albatta like bosib, albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videoda bu kanalda nafaqatki videolar, balkim bu kanalda shortslar ham bor. Buni qaranglar. Bu kanalning obunachisi 5 tagina. Kelinglar uni 50 ta qilishga harakat qilamiz. Unda ko'rishguncha. Dadajon, endi biz ahmoq jetni topishimiz kerak. Agar Grox seni ko'rib qolsa, bizni qamoqqa tiqishadi. Mayli. Dadajon, men uni o'ldirgim kelmayapti. U mening do'stim. U ahmoq jet bilan qanday qilib do'stlashning o'zi? Mayli. Charchadim uni qildirishdan. Mana u. Salom ahmoq jet. Senga. Yes. Hozir men Grox turnirda yutdimmi? Bu video menga yoqyapti. To'xtanglar. Kim tirik qolganiga qo'yinglarchi. Mening sevimli shetilim, qurbaqa-jon-ku. Uni saltanatga olib keling. Dadajon, siz ahmoq jetni o'ldirganingizda men xafaman. U tintagidagi. To'xta, ular bizni ko'rib qolishi mumkin. Hoy. Ko'rinishda sen finalga chiqqanga o'xshaysan. Sen bizlar bilan ket. 3 kundan keyin kelmabsiz, kichkintoy. Inventaringga kir. Bu Groxning qasrimi? Namuncha xunuk. Gapirishni bas qil. Bu menga yoqyapti. Ana orqamizdan yur. Qurbaqa, yomon qilishni bas qil. Salom janob Grox. Sevimli shetilim, tabrigimni qabul et. Seni yutganing bilan tabriklayman. Server qurbaqa-jonga kostyumi. Voy joningdan, mana buni kostyum desa bo'ladi. Janob Grox, bu ish uchun sizga rahmat. Qurbaqa-jon, bu meni kundalik topadigan pulim. Sen esa shulardan atigi 1% olasan. Janob Grox, siz juda ham katta saxiylik qilyapsiz. Rahmat sizga. Nima qilsan qil. Hammasi soliqlar beradi, men esa shu payt uyimda o'tiraman.
Lekin ahmoq yetil bilan uysiz yetil tirik qolganmikan? Bilmayman. Ha, mayli. Men yangi uy sotib olishim kerak. Voy, Grax o'zini pulini oldi. Sen ham o'zingni pulingni olding. Yo'q, qancha olibman? 1 millionta soliq. 1 millionta? Bilasizmi, men boyib ketdim. O'shanga men uy sotib olmoqchiman. Mana bu uy menga yoqadi. Hozirroq bu uyni sotib olaman. Birodar, bu uyga pulingiz yetadimi? Bittaga aytaymi? Men kuniga 1 million topaman. Bu yaxshi. Bu yerni shahar chiroyli ko'rinar ekan. Bu yerga nimadir yetishmayapti-da. Mana bu zo'r. To'xtanglar, nima? Yo'q, bu yerdan turinglar. Bu sizlarning uyingizmi? Dadajon, men sizdan xursandman. Ha, kichkintoy. Meni otang qaroqchiday bo'y. Salom, qurbaqajon. Nima, sizlar tirikmisizlar? Ha, qurbaqajon, men tarixi uzun. Tushunarli. Men sizlardan xursandman. Bilasizmi, men juda ham boyib ketdim. Ha, qaykanni to'g'ri quringlar. Yana bir nechta qayka quringlar. Xuddi shunga o'xshash. Bu chiroyli. Hop. Yo'q, o'z haykalni qurib, chegaradan chiqib ketdi. Hozir yo'q qilinsin. Nimani o'zi? Voy, bu nima qilganing? Graxga bu yo'qmadi. Voy, nima? Ustimdan kulyapsizlarmi? Ha, mana bu adolatli. Yo'q, buni qaranglar, hammani ko'zi menda. Yashashmanglar, axir bu qurbaqajonki, yashashmanglar, axir bu qurbaqajonki. Ha, bu menman. Iltimos, men o'tib ketsam maylimi? Ha, jonim, biz sizni hurmat qilamiz. Ha, jonim, biz sizni hurmat qilamiz. Men juda ham mashhurman. Yo, xudoyim, bu qurbaqajonki. Yo, sen Grax turnirida yutgansan. Ha, men Grax turnirida yutganman. Uyga ketaychi, nima buncha odam? Bilasizmi, men zerikib ketdim, mashina sotib olishga bordim. Qani? Yo'q, doim siz qurbaqajonsiz-ku. Ha, menman. Men mashina sotib olgani keldim. Bu mashina yaxshi. Buni narxi qancha? $395,000. Buncha arzon. Bu ham yaxshi. $420,000. Yo'q. Sizlar men xohladigan mashina topolmaysiz-da. Mana mashina menga yoqadi. Narxi qancha? 1 millionta soliq. Hozirroq buni olaman. Voy, mana mashina qarang, xuddi monstrning o'zi. Mazza. Yo'q, to'xta, yo'q. Bilasizmi, hozir 23-kun men o'zimni ko'cha bolalarimga yaxta sotib oldim. Daraxtga o'xshab turmang. Qani yaxtani aylanamiz. Bu yaxta juda ham zo'r ekan. Dadajon, bu kemani menga bera olasizmi? Yo'q, kichkintoy, sen hali kichkinasan. Biz bu yerda ko'proq festivallar o'tkazsak bo'ladi. Uysiz, men seni xafa qilmoqchi emasman. Kichkintoy hali ham qidiruvda. Titanik. Mana boy bo'lish siri nimada ekan? Iltimos, obuna bo'l. Men bu qurbaqajonga ishonmayman. Nima qilibsan? Men bu qurbaqajonga ishonmayman deyapman. U jihan tez reytingni o'zini ko'tarib oldi. Bilasizmi? Men sizlarni bu yerga chaqirganim sababi, men 4 kunga ta'tilga ketyapman. Sizning o'rningizga kim qarab turadi? Sizning jetelingizmi? Yo'q, mening o'rnim qurbaqajon. Chunki u mening turnirimda o'tgan. Bu yaxshi qaraydigan umiddaman. Janob Grax, bu juda ham katta xatodir. Yo'q, menga ishonaman. Bilasizmi, men Grax o'rniga o'tiribman. Qo'riqchilarni o'zimni do'stlarimni chaqirib oldim. Va kichkintoy ham. Kirishni boshlang. Yo'q, sen qurbaqajonsan, sen Graxning turnirida o'tkazsan, men senga pullar. Ha, ayyor. Qanday qilib pulni berishni bilasan-a? Ha, yaxshi. Qurbaqajon, iltimos meni kechir, menda faqat shu pullar bordi. Meni o'marishibdi. Yo'q, bor o'shaqa.
O'yinibdi. Bolasi bilan ekan. Salom qurbaqajon. Salom. Mana pullar. Rahmat. Bolang uchunchi? Yo'q, u ahil kichkina-ku. Bizda bunaqa biznes ketmaydi. Mana. Sen bilasanmi, sen bitta ahmoq qurbaqasan. Sen qismasan, senga shu ham yetadi. Nima? Kichkina nima qilishni bilasan? Yo'q, uni qirol borku. Yaxshi kichkina. Egningga nima kiygansan? Jana qurbaqajon, to'g'risi meni kechiring. Menda faqat shular bordi. Buni nega menga beryapsan, ha? Ahmoq yetil nima qilishni bilasan? Bilasizmi, men juda ham boyib ketdim. Mana menda shu bordi faqat. Jumadi bo'ldi, charchab ketdi, o'sha yoqqa o't. Meni nima qilasizlar? Seni qurbon qilishadi. Qachon qayerdaligini bilmayman. Yaxshilab qo'ling ko'tar.